Directimga judayam ko'p iltimos keldi. Ko'z atrofi ajinlari uchun ham uy sharoitida maska ko'rsating deyishdi. Qizlar, bu maska siz uchun. Faqat 2 mahsulotdan tashkil topgan. Videoni oxirida esa bu maskani tayyorlanishini ko'rsataman. Qo'llarimiz bilan suramiz. Bu maskani haftada 2 marta qo'llasangiz bo'ladi. Mana xuddi pachaday. Tarkibidagi banan esa yuz teringizni oziqlantiradi, namlaydi va ajinlarga qarshi kurashadi. Surib bo'ldim. Endi 20 daqiqa kutamiz. Mana 20 daqiqadan so'ngra yuvib tashladim. Namlantiruvchi krem surdim. Terim yumshoq bo'ldi. Tayyorlanishi esa bu maskaga bananni 3dan 1 qismini ishlatamiz. E'tibor bering, banan pishgan, usti sariq bo'lsin. Yashilni olmanglar. Ezamiz. Solamiz idishga. Mana. Endi ustiga qatiq yoki smetana qo'shamiz. Mana shu yetarli. Aralashtiramiz. Maskamiz tayyor. Bu mahsulotlar uy harorati darajasida bo'lishi kerak. Sovuqni ishlatmang. Iliq bo'lsa yaxshi. Siz ham albatta bu maskani tayyorlab o'zingizda qo'llab ko'ring. Har doim go'zal va sog'lom qoling.